Assalomu alaykum akalar, sizlarni tushuningizlar. Xitoy universal draveykalarimiz kelgan zavodskiy holatda 5 kilovatli motorlar bilan jihozlangan datchilari bor. Motorlarimizda va komplekt holatida 3 xil, 4 xil setkalarni qo'shib beriladi. Mayda, katta setkalari bor. Donlarini minus tomondan solsanglar bo'ladi, hashalarni minus tomondan solsanglar bo'ladi akalar. Va bularimiz 2 xil variantlardan bor. Bu ham Xitoy zavodskiy. Buni ham motorlari 5 kilovatli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxlarini 3.500.000 so'mga 3.300.000 so'm qilib qo'yganmiz. Va o'zimizda chiqib turgan oddiy samodelniy draveykalarimiz ham bor. Bular ham universal hisoblanadi. 2 xil variantdagi ham bor. Pichog'i ko'p yoki kam varianti. Setkalari 4 xil setkalari bor. Pichoqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu o'zimizda chiqib turgan variant akalar. Narxini 2.400.000 so'mdan qilib beramiz. Bemalol keltirib xarid qilsanglar bo'ladi. Bunimizda ham 3 xil variantlardan bor. Va don ezish uchun draveykalarimiz Xitoy zavodskiy bo'ladi. Motorlarga keladigan bo'lsak, 3 kilovatli motorlar bilan jihozlangan holatda. Motorlarda har xil turdagisidan qilib beramiz. Xohlasanglar 3 kilovatli motor qo'yib beramiz, xohlasanglar 5 kilovatli motorlarni qo'yib beramiz. Va Xitoy zavodskiy 6 pichoqli javobi apparatlarimiz ham bor akalar. Mana ko'rsatib o'tib ketayim, pichoqlarni Xitoy zavodskiy pechatlari bilan qilib bo'ladi bularimiz pichoqlari. Xo'p, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2.400.000 so'm qilib beryapmiz 3 kilovatli motorlar bilan. Motorini 5 kilovatli qilaman desanglar, 2.700.000 so'mdan qilib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib hammasini dastavkalar bilan qilib beramiz.